Xo'p, Abbos akam g'o'ralarga keldik. Mayda bitta qo'ylari emmiz ekan, mana majburlab bunaqa qilib emzarganlar. Abbos aka nima sabab bo'lyapti bu narsaga? Bu tug'ilganda bu yilni mastit bo'lib qolgan. Mastit kasalligi bu hayvonlarda. Sigirlarda ko'p bo'lardi, ana qo'ylarda ham chiqib qolar ekan, bitta yilini ishlamay qolgan. Buni ukollari qilingan. Buni qanaqa qilib yo'qotsa bo'ladi? Buni bilasizmi? Shtobi obunachilarimizga manfaatli bo'lishi kerak-da. Albatta, men aytib o'tamiz, xudo xolasa, buni ukoli bor-ku. Ukol yeliniga qilinadi. Soskaga ichiga solib, ichiga qilib turib ukol qilib qo'yiladi. Keyin yana qilib emizib turiladi. Bolasi qanaqa u? Qo'chqormi bu? Olingchi bu yoqqa Qo'chqor. ko'rsatib qo'yaylik, xudo xolasa. Mana bolasi. Necha kunlik bo'ldi aka? Bu 11 hop, yanvarda tug'ildi. Kallasini qarating. 11 yanvar tug'ildi. Mana garbonoslarni qaraylik, chiroyliligini. Xudo xolasa, mashalloh, hammamizga xayr va barakotlik bersin, chorvamizga barakot bersin. Premoy ayaksi bolasi bu. Hamma ayaksi bolasi. Turishi ham aytib turibdi buni. Dumbalarni qarang. Xudo xolasa bu, Xudo xolasa quloqlari ham zo'r. Mana Aka, chorvangizga xayr va barakot bersin inshaalloh. Xudo xolasa like bilan bittadan podpiskani bosib tursanglar, inshaalloh manfaatli videolarni chiqarib olishga harakat qilamiz.